Assalomu alaykum, yurtimiz kanalimiz a'zolari. Kunimiz xayrli va barakatli bo'lsin. Andijon jahon bozori, Optim gul bozoridan boshlayapmiz. Bugun bir yangiliklar bor ekan, shunga bir qator video qilib qo'yapmiz. Azal ham 350 mingdagi mollari 80 ming so'm, Optim 70 ming berdik. Endi hatto Magnolia mana kattaroqlari bor ekan, shoxlarga mana ko'rgan bo'lsanglar, taxminan 2,5 metr atrofida shoxlarga katta kichigiga qarab 1,5 milliondan 2,5 milliongacha deyapti. Sorti bu oddiyroq ekan, barglar yashil mana. Unaqaligi graniflora emas bo'lsa kerak, yana bilmadim, sortini bilib olmayman. Yashil barg ekan, o'zimiz местный shekilli gallovoylarni 1 milliondan berishyapti ekan. Tayyor ko'chirilgan. Oladigan bo'lsa olib borib ekib ham berishar ekan. Mana bozor bo'layapti. Xormanglar endi, Abdurahmon. Tizimsizlar. Hech bo'ldi, isma qilib. Yo'q, hali videoga olyapti. Ana optimchilarimiz. Sota oringlar. Bugun Hoji aka, hop. Bugun qanaqa gullarga kelsiz, Hoji aka? Qo'qonda qayerdan edingiz? Bag'dod tumanida. Mana gullarga keldi. Halloring. Antirimda bor. Ko'chirsak ularga tushiramiz. Pulni o'ldirib beramiz. Ketdik endi. Mana gullar sotilyapti. Qayoqqadir ketyapti ekan. Qo'qon ketyapti shekilli. Qo'qonga ham suratib ber. Molarchi. 8 ming. 6 ming so'm. Muhammed Oresi. 11 ming beramiz. 11 ming beramiz. 10 ming berar ekan. Maysa yo'qshab qoldi. Ingallar bor ekan. Adam borgan. Bu pasportlar bor ekan. Kozim aka, va pasportingiz nechi pul? 15 ming. Noya pasportlarda bir turi. Nomi nima edi buni? Kelgan paytda yozib qo'yasiz bo'lmasa. Nechi pul bu? 15 bu har xil. Sovuqqa chidamli ekan bu. Sovuqqa. Mana u ham jimli pasport deydi. Buni ham urib tashlaydi. Urug' tashlaydi ekan. Mana shunaqa urib tashlaydi. Nechi pul deysiz buni? 15 ming. 15 ming. Mo'yara. Urib tashlaydi. Tanasi qora bo'ladi buni, bilasizmi? Ha, bilaman. Tanasi qora bo'ladi buni. Tanasi Qora bo'ladi, rosa go'zal bo'ladi tanasi. Ana, istayotganlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Nomerimiz o'sha. Nimani? Hammasi. Bu zamiya nechi pul ekan, go'zal ekan. 12 ta xolos. Zami 200 ga beradi. Zamiya pulkasi 200 mingga berar ekan, bo'yi tuvaklari bilan 180 chiqadi. Ammo chiroyli ekan. Qaraydi. Motorgul nechi pul berdingiz? Aliandirlar 15 mingdan sotilibdi. Mana Namangan ketyapti. Namangan mashinasi. Mana nechi pul ekan? 3 talilarmi? Qara miso. O'shanlar. Nechimisiz? Narxi doimgidek yaxshi. 6 ming. 6 ming so'm mana mening o'zida. Peperomechi? 5 ming. Imperatorchi? Imperator 10 ming. Kuzgi gullar xrizantemaga keldik.
Mana bu yoqda ham xrizantim. Tushdi. Mehnat qilayotgan paytida tushib qoldi. Hozir ikkita gullar ekan. Necha pul sotyapsiz? 20 ming ekan mana. Xrizantemani go'zallari mana. O'zingiz ham bir ko'ring. Ha, nima deyish kerak? Like bosing. Ha, eshitdinglar ana. Hop deganda. Hop. Xrizant. Yo'q, siz qorong'ida ham chiqasizmi savdoga? Kechasi ham chiqishni o'rganib men. Yo, rasmga olmayapman, videoga olyapman. Mana xrizantemni bosib ketib qaranglar. Kuzgi guli mana. Xrizantema, palma. Bu nechi pul opa? Nechi pul bularingiz? Ha? 25 mingligi ham bor, 15 15 mingligi. mingdan 25 minggacha mi? Kattalari 25 ming. Tamam, kattalar 25 ming ekan. Mola 25 mingmi? Ha, bular 25, ana orqada. Nimaga sizda qimmat? Kichiklar. Ya salomat bo'ling, tizimchaga charchamasdan. Ko'p olganga 15 dan beradi. Ha. Ha mana. O tuvakkiga masalan pang solib chiqibsa ham olardi. Solib qo'yganlar. Qoyili. O'z holatida mana xomlari katta-katta mana. O'ta baxt. O'z Ha, farg'onaga dasturga qilib tashaveramiz. 15 dan 25 minggacha. Ha. Nechta ko'p olasizmi, ozginami? Asha 5 xil, 6 xil rangi bor ularda. Nima qilinadi? Unga qarab, hozir nomerni aytib qo'yaman bo'lmasa. Abdulla, charchamayapsizmi? Olyapsizlarmi? Bozor. Bugun etib tugabdi bozormi? Ha, nima qilaman? 8:30 bo'lmasam tugabdi bozor bugun. Davrlar bor aka, tampon. Ha, ko'rdim hali kuni. Arzonroq. Hech urug'ini sep bo'ladimi? Ahmadlik qilib bir paytlar. Mana bu yoqda. Mo'ljalami? Kratollar mana. 190 ming so'm berdim. 190 mi yani? 190 ming ko'rsatildi bugun. Sizda nechi pul? Mendami? Ha, bizda ham shuda. Bizda 180 ming. Sizda nechi pul? 190 ming. 190 ming. Biz olib sotamiz. Mana singonimlar. Sirerlar mana bor. Bozorga ham bemalol kelaverasizlar. Sindira joyimizda bor, olib kelib qo'yganmiz. Archalar. Archa jonlarcha ketdi yo'q. Hech pul bo'ldi. Ondan beri. Yaptı. Mana. Aşın almasıyor. Qimmatini qo'shib olsinmi? Siz var. Qimmatimi? Ekanmi? Kiliviya. Kiliviya, ana valasi. Necha puldan ekan bu dedi-yu. Yashik ichida qolib. Ay, zo'r. Arzon. 60 ming. 3 lekin. 3'te, 4'te. Zamiyalarimiz bor. Kiliviyalarchi. Kilivelerde 60 ming, 50 ming, 30 minglikleri var. Katta kichikga qaragan 30 ming kichikroq ekan-da. 30 minglar kichikroq ekan. Bo'linganlarda Ha, hazırga. sekasni pul. Katta ekan bu. Sekasda Bo'yi 1 metr kelar ekan, to'ngagi ham katta ekan. Mashinasini 552 beraman, mouse'ini 250 ming. O'zi 250 ming so'm. Mayada ko'rinadi. 110 ming so'm, nargilar 160 ming. Mana ko'rinyapti. Mana hech pul dedingiz? Bor aka, mana hech pul dedingiz? 250 ming. 250 ming so'm.
sekin. Kaktusda necha puldan? Kaktuslarda 55 ming ham beradi. 55 ming beryapti. Tugash keldik. Sanab qo'ygin. Men esa olamni Mana. Tolgullar necha pul? Qora ekan-da. Qolgullarda 20 ming 30 ming. Mana 20 ming. 20 minglik. Chiroyli ekan, Ha, shoxli ekan. O'ta chiroyli. Bu kattasi 30 mingmi? Saraqilda, ha, kuzim. Dehqonchilik bular. Ha, dehqonchilik. Ha, shuning uchun chiroyli ekan. Ko'p mingta bor. Mingta bor ekan. Ko'proq oladiganlar bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Mana 30 mingligi mana shoxlagan. O'zi ham shoxini qaraydi. 5 ta shoxi bor ekan, katta-katta. Og'zi 5 ta shoxi bor ekan, pastda shoxlari hisob past. Bular 20 millilar ham shoxlagan mana. Chiroyli ekan. Ko'proq oladigan bo'lsanglar aloqaga chiqarasizlar, nomerimda o'sha. Mana bu yerga sotilgan ekan bu gullar. Bu zamenish pul kattasi. 120 ming. Mana Namanganda gul skel mana gulab ketgan. Molar nechi puliga fioletoviy? Qora. 90 mingmi? Mana sekin. Hadi kalataya bor ekan. Kalataya mana bu? Kala. Ashlar 25 mingdan. Kalataya ham bu? 25 ming so'm ekan. Tugashi. Drasinalar bor ekan. Bu drasina nechi pul? Drasina 90 ming so'm ekan. Tanasiz ko'rsanglar mana shoxillagan. 90 ming so'm optimga. Donaga emas. Donaga narxi sal balandroq bo'ladi. Hop mana. Bugungi videomiz kimgadir yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yingiz. Obuna bo'lib, mana akubalar bor ekan. Akuba